Siz bilan biz tarbiyalayotgan farzandlarimizni o'zimiz ibrat bo'lib, namuna bo'lib, yurtga, vatanga sadoqatli qilib tarbiyalashga harakat qilaylik. Ashraf Ali Tahonaviy o'zlarining Xutubot asarlarida bir voqeani keltiradilar. Qobul podshohi do'st Muhammadxonning saltanatiga qarshi bir guruh kishilar bosh ko'targan ekan. Shunda podshoh ularni bostirish uchun Shahzoda, ya'ni o'g'illari Akbarxon boshchiligida qo'shin yubordi. Bir necha kun o'tgach Shahzoda mag'lubiyatga uchrab, jang maydonidan qochganligi xabari tarqaldi. Buni eshitgan otalari do'st Muhammadxon sarosimaga tushib, ayollari oldiga kirdi va jang maydonidan kelgan xabarni aytib berdi. Ayollari aytdilarki, hojam aslo bunaqa bo'lishi mumkin emas debdilar. Ertasi kuni Shahzoda g'alaba qozonib uyga qaytyapti degan xabar keldi ertasiga. Shunda podshoh ayollarning oldiga kirgan ekan. Kecha shu gapni aytsam, sen qattiq turib, yo'q, meni o'g'lim unaqa qilmaydi deganding. Bunchalik asosing ishonchingga nima sabab deb qattiq turganlarda aytgan ekanlar. Ey hojam, men doim haromdan parhez qildim. O'g'limizga homilador bo'lganimda ham, undan keyin ham aslo harom luqma bermadim. Va shu bilan bir qatorda uni doimo tahorat bilan emizishga harakat qildim. Aniq bilar edimki, halol luqma yeb katta bo'lgan bola tabiati pokiza, xulqi go'zal bo'ladi. Shahzoda, ya'ni o'g'lim haqida men fikrim vatan himoyasida halok bo'lish yoki g'alaba qozonib qaytish edi. Maydondan qochib ketish uning xulqiga mos emas edi. Men o'g'limni bunaqangi qo'rqoq qilib tarbiyalamagandim. Men aniq bilardimki, o'g'lim yo jang maydonida halok bo'ladi yoki g'alaba bilan qaytib kelardi. Chunki men bolamni betahorat emizmaganman, harom yedirmaganman. Halol pok yedirib, mana shundoq taqvo bilan o'sgan farzandlar mard, jasur, yurtiga, diniga, xalqiga, mo'min musulmonlarga xizmat qiladigan farzandlar bo'lar ekan.